Bunga shunaqa sifatli akfa rom eshikli kerak bo'lsa, sinovda Kamila aka degani bor, turk. Sifatiga ham hamma narsasiga garantiya beradi. Aytgan vaqtidan 2 kun o'tib qolishi mumkin, sal kechikishi mumkin. Sifati, materiali, pulidan hech qachon aldamaydi. Zaklatib berasizlar, yo'q bo'lib qolmaydi. Hozirgi akfachilarni bilasizlar, pul berasizlar, orqasidan yuraverasizlar. Lekin bu unaqa emas. Samandar boshchiligida sinovga qilib beryapti Samandar. Men sizlarga 3 ta maslahat beraman. Oshxonaga hech qachon taxta rom va eshiklar qo'ymanglar. Sababi qishda terlaydi, mog'orlaydi. Terlagandan keyin eshiginglar, oynanglar ochilmay, yopilmay, ishib har xil bo'lib qoladi. Randalasanglar yozda keyin mamnundoq teshik, mamnundoq bo'lib ketadi. Короче, keyin 3-chi sababi salafan tashlasizlar. Bahorda yana olasizlar uni. Ish rasa ko'p. Lekin pirxoshga, zal, pal, uyda ichlari bo'lsa, MDF taxta romlarni men sizlarga maslahat beraman. Oshxonaga faqat akfa qo'ydiringlar. Menga o'xshab bo'lmasa, Dubayning rasodga tushasizlar. Kamila akam o'zlari. Aka, rahmat sizga. Ishonch uchun. Charchaman. Kimga sifatli akfalar kerak bo'lsa, Kamila akamga telefon qilsanglar, hammasini hal qilib beradi. Boringga shu xizmat bo'lsa aytaverasizlar. Bobur hali bo'lgani yo'q. Bobur yetilib choqoladi. Qalay bo'ldi bugun? Charchamadingizmi?